Guliston Xalpebla Xurosomon o'yindan atkaz berdi ya. Biz Xurosonga o'yinga bormaymiz. Anoga Qo'rg'onga o'yin tashkil qil dedi. Men Gulistonchilarga aytdimki, Xurosonga men o'yin tashkil qilganman. Har bir kelgan o'yinchi, har bir fanatga tirnag'im uchidan chachim uchigacha javob beraman degan men. Mana shuning uchun men o'yinni qo'yaman. Boshqa yerda men gapim o'tmasligi mumkin, lekin o'zimga rayonimda mana shu narsaga men garantiya beraman. Kelakayda 7-0 Xalpebla urib taylagan edi. Ondan keyin Guliston birinchi kelimizda keyin atkaz berib, hozir yana vizov tayladi. Videoda o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Ali Ko'mirchining komandasi Kelaka komandasini jengibdi. Shunga vahima qilib bosar tusar bilmay bizni mana shu Guliston terma jamoamizga vizib taylabdi. Mana shu vizib qabul endi komandanga yo'liqdi desa ham bo'ladi Ali. Mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Adam kulgisi keladi bu narsani. Qayoqdan duh muncha halga emotsiya desam Guliston TV'ni olib chiqqan ekan-da, Guliston TV men. Guliston TV telefon qildi. Men aytdim, do'st mayla dedim, o'yinchilaringni, fanatlaringni bemalol o'zing boshchiligingda olib kelgin dedim va mana selarga o'yinni qo'yaman. Hech qanday urush bo'lmaydi, hech qanday janjal bo'lmaydi. Chiroyli o'yin ko'rsatish. Sal ashirib jerlaring Guliston. Mana qarangizlar endi. Bu o'yin, bu polyaning ichida. Shuncha kim sen men degan katta kelakay 7-0 jengildi. Bu sport. Arlib turib katta gapirish kerak emas. 5-oktyabr kuni soat 22:00 da Xuroson rayonining Gasinsening pastida Jolding reshida katta stadion ochilgan mini polyada. Mana shu yerda biz West Tojikiston bo'ylab kim kela olaydi? Mana shu o'yinga biz taklif qilamiz. Bir chiroyli emotsionli o'yin bo'ladi. O'tgan o'yinda kelagaydi ko'rdingiz, qanday berilib o'ynadi. Bu ham xuddi shunday bo'ladi. Inshaalloh nasib qilmasa, jigarlar hammalaringizni kutib qolaman. Guliston TV kim zo'rligini polyada gapiradi. Inshaalloh pobeda yutqandikida axir. Biz Gulistonchilarga ham, biz Xalpebla Xurosonchilarga ham omad tilayman. Mana shu Lenskarayn Yavandan rosa muxlislarimiz ko'p. Mana shu hammalaringizni mana shu o'yinga taklif qilamiz. Janoningiz sog' bo'lsin. Gulistondan bir ayirib taylaylik, ha. Bir xiyli gol kemashday, joningdan deb turib dam olib o'tiraman. Janon zamon bo'lsin.